xayrli tong. Mana Hanoyda ketyapman. Hozir bozorga chiqdim. Har xil avokado va o'zimga kerakli narsalar olishga zavtrak deganim. Men ertalab kokosli sok ichishni yaxshi ko'raman. Kokosli sok juda ham foydali. Именно mana shu yashili menga yoqdi. Bu yerda Vyetnamda oranjovoy kokosi bor, juda ham shirin. Bu yashili unchalik shirin emas. Как раз ko'pchisi bo'ladi. Tailandda 8000 so'm turadi bu bitta donasi. Bu yerda nimagadir 12000. Nimagadir Vyetnamda qimmatroq. O'zi arzonroq bo'lishi kerak, lekin nimagadir kokos qimmatroq. Va nimagadir shirin. Bu qanaqadir shirasi ko'proq nimagadir. Tailandda kamroq, bemalol ichsa bo'ladi Tailandda. 2-3 tasini ichardim kuniga. Bu yerda bittasini zo'rg'a ichaman. Hozir bozorga kelamiz. Aylanib. Nimalari bor ekan bu yerda ko'ramiz. Mana bozorda jahannam bo'lyapti mana. Hamma joy tiqilib, mana joylarda yerlarda sotib, kir, chang, mashinchilik kimdir ovqat yeyapti, kimdir narsa sotyapti, o'tlar ham, boshqalar ham, yuvilmasdan yeydigan narsalar ham yerda, hammasi. Mashinachdan endi hozir bu narsa sotib olaman o'zimga degani. Bu tomonga o'tsam. Ya необычный mana frukt ko'rib qoldim. Nimaligini bilmadim. Bunaqasini ko'rmagan ekanman. Olib yeb ko'rishdan qo'rqaman. Qanaqa tayyorlashni bilmasam. Bozorda hamma o'zimga kerakli bo'lgan narsalarni oldim. Mana домашний tuxum, avokado, har xil o't-o'lanlar. Endi hozir uyga borib zavtrak tayyorlayman. Bu yerda men yeydigan zavtrak topish qiyin, chunki bu yerda ko'pchilik sho'rva ichishadi zavtrakka. Foboni yaxshi ko'rishadi bu yerda, Hanoyda. Fobo как раз mana shu Hanoy sho'rvasi. Bu yerda ham shu go'sht bilan xamirli lapsha, рисовая лапша. Вот. Bu yerda bumbo edi. Bu yerda fobo. Fo degani sup degani, sho'rva degani. Shu hozir borib zavtrak tayyorlayman. Hani ikkalasi menga salom berib ketishdi, kameraga otganim ko'rib.
Xannoyi markaziy maydoni. Bu yerda Moskvadagi Leninni mavzoleyiga o'xshab Hoshiminni mavzoleyi bor. Shu uzoqda ko'ryapsizlar, o'sha yerda mavzoley Hoshimin hali ham o'sha yerda. U muzey kirsa bo'ladi, lekin hozir yopiq ekan. Bir g'alati vaqtda deyishirkan, o'shanga men hozir kira olmadim. Nechida ochilishini bilmayman, lekin juda ham masshtabli joy. O'rtasida охраняемый zona, u mavzoleyga yetib borishi o'zi katta gap. Aylanib hamma joydan ham kirsa bo'lmaydi. Bu safar endi kira olmadim. Xanoyda Leninning haykali bor. Sotsialistik respublika bo'lgani uchun Leninning ishlarini o'rganishgan, kommunizmga qo'shgan hissasini hali ham hurmat qilishadi. O'shanga Leninning haykali turibdi. Here, right? Yeah. Finished? Okay. Waiting. Okay. Anh xem trực tiếp chưa? Anh xem trực tiếp tàu đường đấy chưa? Perfect. Thank you, sir. Yeah. Bye bye. Poyezd o'rtasida ham to'xtab qolgan. Ben sikiliyordum, ben şu poyezdi ko'rgandim. O'tayotganda keldim mana как раз.
shu relsidan o'tadigan poyezd. Bu ko'chani u yoq tomonida ham, orqa tomonida ham kofe shoplar joylashgan. Mana hozir ko'rsataman sizlarga. Odamlar o'tirib, chetida o'tirib, kofe ichadi, ovqat ichadi. O'shani hisobiga juda ham известный joy. Stollarni yig'ishtirib qo'yishganda, hozir yanimizni ochib, yog' qo'yishyapti. Poyezd o'tganda chetga surib tashlagandi. Hello, hi guys. Yeah. Enjoying the train? Yeah. Hamma xursand. Duch olishgan bo'lsa kerak. Конечно, yerlari dabdala. Chiroyli qilib qo'yish yo'q. Aslida беспределы. Lekin chiroyli, необычно, mangana. Mashaqqat joylari yo'q. Balki mana shu hozir mana bittasida o'tirib keyingi poyezd kelguncha kokteyl ichaman deb o'ylayapman. Ko'ramiz endi. Hello. Buy something? No. Thank you. Kichkina joy tanladim. Jahldor opoqini joyi ekan. Menga baqir berdilar. Bunaqa kokteyl qilib berdilar. Kokteyl апельсиновый и морковный сок. Muzli. Shuni ichib o'tiraman. Hozir poyezd kelishini kutamiz. Ngồi mẹ ngồi một tiếng luôn cả. Hai đứa này đuổi mẹ em. Không ngồi ao, ngồi trả tiền. Sao thì ao. Đeo bà. Trả tiền không? Trả rồi. Trả tiền rồi đi. Ham bola ichkariga kirmayapti, baqiryapti. Đây là người đang ngồi sát thì mẹ ngồi kéo ra tận đây. Không vào đuổi mẹ đi. Bán cho cái loại này bán làm đéo đuổi phụ anh. Nước bây giờ chắc là ngang cả. Không tí nữa đéo hai chèn giữa ngồi hai dưới. Người ghế đang ngồi sát đây, chị cứ nôn kẹo kéo mẹ vào trong. Sal stolni turib olganiga baqirib ushib berishyapti. It's for my. Đéo nói được. Nhớ lời bóc tiền. O'zi bestigina joyi bor ekan. Xo'jayinining. Just writing I have a video blog to my own country, so my own language. So I'm describing the situation which happened What country? Uzbekistan. Uzbekistan. Okay. It's a former Soviet Union republic. Yes. Yeah. So mana shu bestigina joyi bor ekan. O'shalarni talashib, men o'tirganim menga baqirib tashladi. Surilgan boshlik burchagiga o'tirganda, o'rtaga o'tirib olding deb
boshqalar o'tira olmaydi deb. Keyin men bu bolaga baqirdi, nima oldinroq o'tiribsan, ichkariroq o'tir, oyog'ingni yig'ishtirib o'tir. Keyin uni men bilan chetga surib qo'ymoqchi bo'ldi. Men surilmayman deb, короче, ras urishdi, uni baqirdi. Endi mana hozir men surildim. O'ng tomonda ingichka gapirayotganda o'tirishibdi, zankilab o'tiribdi. Chap tomonda inglizcha gapirayotganlar. Bolalarga xursand bo'ldi. Qaragisi kelyapti kameraga. Hozir boramiz. Inside, move inside. Move inside. Mana shu qo'llarni qo'yib qo'yishar ekan. O'zi o'tgan ishlash uchun. Yeah, definitely got oil on me. Snakes. I guess it was a free beer. Someone kiss it. Mana menga bittasini berishdi. O'zim bilan olib ketaman. Nashashdi. Endi mana shu Vyetnamni bitta problemasi shundaki, trafiklari juda ham беспорядочный. Hamma mototsiklda yurilgandan keyin porядок yo'q, svetofor yo'q, и o'shanga bespredel. Parkovkada ham bespredel, yo'nalishlarda ham, to'xtashda ham, yurishda ham, hamma joyda. Ikkinchi problemasi bu trafikka. Bu mana shunaqa trotuarlar.
trotuarlar juda ham yomon ahvolda haqiqatdan ham. Mana trotuarda ketayotgan joyimda o'rtasida mana shunaqa shitlar aylanib o'tish kerak. Kalaskadagi yoki bu narsa qo'lda ko'tarib ketayotgan odam o'tolmaydi. Mana hamma joyda, hamma yoqda shitlar. Ham yo'l bekitib qo'ygan, mana odamlar aylanib o'tyapti. Даже pastda ham mana daraxtlar ekib tashlashgan, prям trotuar ustida. Odamlarga joy o'tishga yo'q. Biramallab o'sha yo'lga chiqib o'tib olish kerak. Yo'lda mototsiklda ketyapti, mashinalar turibdi. Mana shunaqa. Mana buni ko'rsatayapman. At. Mana shuni o'rtasida ketyapman mana. Bosib ketsam, yurib ketsam, hech kim ishlamaydi. Mana yana ham daraxtlarning shoxlarini kesib tashlashdi. O'shanga hamma mana shu daraxtda yashaydigan qurtlar, qumursqalar har xil. Mana ko'pincha qanday qilib uchib yuribdi. Strikaza. Bitta mashina kirsa mana hamma tiqilib qo'ygan mana. Bir amallab yurib ketishyapti, ish qilib. Mana shu daraxtlarni kesib tashlaganiga har xil narsalar uchib yuribdi. Ularni uyini buzib tashlashdi-da mana. Nimaga bunaqa qilishganini tushunmayman. Issiq bo'lsa o'zi, quyosh turgan bo'lsa, hamma shoxlarni olib tashlashdi. Mayli, men endi keldim, bu nima bo'lganini bilmayman. Lekin endi mana bu barlarga, restoranlarga juda ham issiq bo'ladi endi. Kunduz kuni. Balki mashina uchun deb ham kesib tashlashgan bo'lsa kerak. Mana hamma joyda uchib yurishdi mana. Agar ko'rinayotgan bo'lsa. Ninachi, o'zbekchasiga ninachi deyiladi. Strikaza dedim. O'zbekchasiga ninachi. Katta-da bular, yana kichkinasi emas. Mo'shniy, juda tez ucha oladigan mana manyovrni ninachilar mana даже kokoslarni ham kesib tashlashdi mana. Yerda yotibdi kokoslar. Mana bitta особенно ko'rsa bo'ladi. Hujum. Mana shular hammasi katta ninachilar. Hamma joyda uchib yuribdi. Yaxshi ham bular hozir jahli qilib chaqib tashlamayapti hammani. Uyligini buzib tashlashgani uchun bu ko'paygan bular. Mana chiroyli joylar mana. Tor bo'lsa ham необычный. Ko'l bor ekan. Bu yerda uzoqda uyi suvda qurishgan mana. Svayalada. Mana nina suv cho'kdi, kamerani ishlatib qo'yishdi. Uyi o'sha suvni ustida qurilgan, mana svayalada turibdi. Hozir ko'ramiz endi bu yoqda nima bor ekanini. Mana hamma daraxtlarni kesib tashlab, mana tegi bilan olib tashlashayotgan ekan. Hozir men gaplashib ko'rdim meslar bilan. Restorani bor ekan.
mana shu bitta bolani gaplashib ko'rdim. Kameram yo'q, esimdan chiqib qolibdi. Yaxshi bola ekan, o'zini restorani bor ekan. Bu mashinani kesib tashlayotganning sababi yo'lni kattaytirishmoqchi ekan. Mana bu trotuar umuman olib tashlab, mana shu 2 polosali yo'l qilishmoqchi ekan. O'shanga hech kim yoqmayapti bu yerda, особенно yashaydiganlarga. Chunki bu yerda anaqa trotuar va har xil trenajyorlar bor edi. Ko'rdim yo'lda. Ertalab chiqib, mana suvni bo'yi bo'lgani uchun suvni bo'yida zaryadka, trenirovka qilishyapti. Ko'rinib turibdi. Местный mashtlash deganligi juda ham kerakli trotuarligi bilinib turibdi. Endi yo'l bo'ladi. Pardongida. Ko'chani chiroyli propellerlar osib qo'yishdi. Tor ko'cha bo'lganiga shamollanayapti. Bu kofe shopga ko'rib o'tib keta olmadim. Judayam bir chiroyli ekan, agar hozir mani bosib ketishmasa ishga kirib ko'rsataman. Such a beautiful place. Muzikalni kafe ekan. Men Xanoy ko'chalarida aylanib bitta narsani tushundimki, bu yerda musorka yo'q ekan. Hech qayerda musor yo'q umuman. Hatto qaramasang, o'zini magazinlarni qanaqadir stolni tagida musorkasi bor, atak, lekin ko'chada umuman hech qanaqa o'rni yo'q. Qayerga musor tashlashingni bilmaysan. Cho'nchimda yig'ib yuribman musorlarni. Judayam bir g'alati ekan shu tomoni. O'rni ko'p qo'yish kerak endi bu shaharga. Xanoyda nimagadir har bitta kvartalda mana shunaqa suvli o'zaralar ko'p ekanda, mana shunaqa ko'llar ko'p ekan. Bilmayman qayerdan bo'lib buni paydo bo'lgan, tushunishimcha bu искусственный, naturalniy paydo bo'lgan narsalar, frutlar. Mana shunaqa shu ichkarida hovlining ichida har bitta kvartalda mana shunaqa joy bor. Mana odamlar sport bilan shug'ullanib, salqinda mana shunaqa chiroyli daraxtlarni tagida, tropический daraxtlarni tagida o'tirib maza qiladigan joylarda yoshlar ham, kattalar ham sport bilan shug'ullanishyapti. Judayam hammasi akkuratni chiroyli qilib qo'yilgan. Mana uylarni ham hammasi bir-biriga zid joylashgan bo'lsa ham, bu yerda bir hammasi chiroyli, akkuratli. Qo'yga o'xshab dabdala emas. Klassik sinamgina ko'chalar ekan. Mana hamma qarilar menga yomon ko'zlar bilan qarashyapti. Nimaga bizani rasmga olsan deb. Bu yerda unaqa jackfrut o'sib turibdi mana.
jackfruit mana shunaqa o'sadi. Ham daraxtda. Jackfruitni birinchi marta yeb ko'rganimda Tailandda. Birinchi bo'lib men 90-yillarda o'sha yoshligimdagi anaqa jvachkalar bo'lardi. Shu jvachkani ta'mi esimga keldi. Keyin tushunishimcha u jvachkani ta'mi emas, jvachkani ta'mi jackfruitni ta'miga qilingan jvachka bo'lgan ekanda. O'shanga assotsiatsiya umuman to'g'ri kelmagan. Assotsiatsiya miyamda qolib ketgan. Mana shu kichkina ko'chalari nimaga xitoycha anaqalar osib qo'yishgan. Kirib ko'raylik-chi nimalar bor ekan bu yerda. Issiq kunda ham salqingina shabboda esib turibdi. Ko'cha tor, mashina o'ta olmaydi, faqat sanaqa motorollarda yursa bo'ladi. Oddiy mahalla, mana mahalla mana shunaqada. Ko'pchilik mana baland binolar qurib tashlayapti, prямо shu o'zida mana. Bo'ldimi? Ko'chada o'ynashayotgan. Ko'ryapti. Chiroyli ikkina joy ekan. Shovqin yo'q. Endi bu yerda unaqa ko'p mashina yurmaydi. Endi zaxligini yetmasa, bu joylar nimagadir zax yig'adi. Issiq tropический bo'lsa ham, umuman sovuq bo'lmasa ham, lekin ancha-muncha zax yig'adi. O'shanga birinchi, ikkinchi etajda yashash juda ham bir noqulay. Mana yeri zax bo'lyapti. Quyosh tushmaganigami yoki o'sha влажность katta bo'lganigami. Birinchi, ikkinchi etajlarda yashab bo'lmaydi umuman. O'rganmagan bo'lsanglar ham zaxga. Men bir ikki marta otellarda yashab ko'rdim. Birinchi kundayoq qochib ketdim. Yashamayman deb. O'ta stroyka bo'lyapti qanaqadir. O'tga kirib ko'ramiz. Joy-joyda qanaqa palmalar. Kim qanaqa qurgan? Hamma har xilcha qurgan. Mana shu просто uy qurib qo'ygan o'zi katta bino qilib. Mana unga e'tibor berib juda eski, chiroyli bo'lsa. Menimcha soat tuzatadigan master joyi bo'lsa kerak bugun. Yakshanba bo'lganiga ochiq emaslar. Voy, shunaqa joyda uni odamni uni topib kelishi o'zi bo'lar ekanmi, ko'rinib turibdi. Bir 20 yil bo'lgan bu. Andaqiga. Reklamaga. Transportga. Mana mana shunaqa joylarda, kichkina hech kim kirmaydigan joylarda hidden gem deyiladi inglizchasiga. Bekitilgan brilliant topasizlar. G'arbiy farosat. Jimjit ko'chani shovqin qilib buzib, hamma nervga tegib
O, mana eski Willys bor ekan. Jeep ekan. Yo'q, Jeep emas. Jeep. Хорошо. Bu o'sha Amerikani urushidan qolib ketgan hamma mashinalarda. Bu Amerika ishini solib chiqib ketmagan-ku bu yerda. Qarasanglar, chiroyligina. Shunga sarmid yozib qo'yibdi. Chiroyligina. Patron qo'yadiganni ham qo'yib qo'yishibdi. Endi ko'rinib turibdi bu. Yo'q, bu masтерское ekan. Mana qaranglar ichida boshqalari ham bor ekan. Ikkita orqasida mana orqasida военный bizdan Willys qo'ygan. Военный. Qancha Willys bu amerikanskiy. Willys bu amerikanskiy трак Советский Союзga Land-Lease bilan berilgan. То есть Советский Союз natsistskiy Germaniya bilan urushayotganda mana shunaqa mashinalarni tekinga Land-Lease'ga Amerika bergan Sovetskiy Soyuz. O'shaning uchun ham bizning shaharlarda Willyslarni ko'rsa bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsa-da, kimdir e'tibor bergan bo'lsa, maska taqib yurishdi odamlar bu yerda. Maska taqib yurish sababi bu yerda hamma mototsiklda yurganiga juda ham ko'p chang ko'tariladi. Mototsikl juda ham mana shunaqa anaqasidan глушительdan juda ham bir подбор hid chiqaradi, ya'ni toksichniy havoni buzadigan dabdala motori bor. Bu yana anaqa arzon bo'lgani uchun uni filtratsiya qilmaydi. Вот. O'shanga maska kiyib yuradi, чтобы yuziga har xil narsa toshib ketmasligi uchun. Bu prям flaglar. Bu flaglar menga yoqadi, bu flaglar. Shaharni aylanib o'zimga ovqat yeydigan joy topa olmadim. Chunki bularda haligi bumbo qiladigan joylar, oddiy ko'chada o'tirib ovqat yeydigan joylar hammasi obeddan keyin yopilar ekanda. Xuddi Italiyaga o'xshagan. Obed berishadi, yopilib keyin yana kechqurun ochilishadi. İtalya'dagi restoranlarga o'xshab. Bu yerda ham в основном shunaqa ekan. Endi men qarab aylanib topa olmadim. Boshqa joyga keldim. Hamma joyda yopiq. Hozir soat 4. Men просто obed qila olmadim-da, o'shanga o'zimga ovqat topa olmayapman. Endi har xil joylar ovqat qiladigan, yeydigan joylar bor, lekin bunaqa paytda hech kim ovqat yemaydi-da. O'shanga juda qiyin bo'ldi joy topish. Hozir mana hamma joylarni qarab yuribman. Bularning grafiki menga umuman to'g'ri kelmaydi. Bularning grafiki ertalab soat 5 da uyg'onishadi. O'sha soat 5-6 zavtrak qilishadi. Keyin ish boshlashadi 10 da. Soat 10 da bular choy ichishadi. Choy, kofe ichib o'tirishgan bo'ladi. Men u soat 9-10 da uyg'onib zavtrakka chiqqanimda уже bular zavtrak qilib bo'lgan, ish boshlab bo'lgan bo'lishadi. Keyin soat 1 da уже все yopiladi. Soat
11da ujin obed qilishadi, shu keyin yopiladi. Keyin shu bilan soat 5-6da ujin qilishadi. Menga umuman bu grafik to'g'ri kelmaydi-da. O'shanga men bu yerda qiynalyapman. Yo vaqtliroq uyg'onish kerak yoki umuman kechroq uyg'onish kerak. Hozir bitta joy topdim. Mana kir, yag'ir, dabdala chiqayotgan joy, ochiq joy. Mana mana shu yerda yeb ko'ramiz hozir. Bu mana shu mol go'shti qaynatilgan sho'rva. Sho'rvasiga mol go'shtini, xom mol go'shtini 1-2 minutga soladi, qaynatilgan sho'rvaga. O'sha mana shunaqa hali challa pishirib beradi. Sho'rvasi lekin yaxshi qaynagan. Sho'rvasi go'shtda qaynamaydi, sho'rvasi faqat go'sht o'zida emas demoqchiman-da. Ko'p har xil o'tli qo'shadi. Shirin har xil ta'm berish uchun. O'sha nudli bor. Makaroni. Makaroni bu anaqali. Xamirli emas. Risdan qilingan, guruchdan qilingan. Yana guruch etdim. Bu просто qovurilgan guruch. Hozir yeb ko'ramiz. Zo'r ekan. Hammaga yoqimli ishtaha. Mana Xanoy minorasiga keldim. Eski baland minoralardan bittasi, shahar o'rtasidagi. Mana kichkina park bor ichida. Hozir kirish uzi yopilgan. Hozir kira olmayman. Lekin to'g'risini aytsam, bitta minorani tomosha qilgani ham kirmasdim. Bu minora Xanoy minorasi bo'lsa ham, lekin programmist odamlar bo'lsa, ichinglarda yoki matematikani yaxshi ko'radigan odamlar bo'lsa, Xanoy minorasi degan masala bor. Bunga hech qanaqa aloqasi yo'q. Xanoy minorasini masalasi umuman Vyetnamga aloqasi yo'q. Uni o'ylab topgan odam просто mana shu Xanoy deb nom qo'ygan. Lekin o'zi masalani o'zi по-моему yoki fransuz yoki portugalskiy esimda yo'q. Po-moему fransuz matematika tomonidan qilingan. Вот. Xanoy o'zi u minora, masaladagi minora Indiyada bor. Lekin Vyetnamga hech qanaqa aloqasi yo'q. Xanoy o'rtasida muzeylar bor joyga keldim hozir. Hoshimin muzeyini ko'rsataman, lekin yo'lda juda ham необычный futbolni ko'rib qoldim. Hozir bolalar futbol o'ynashayotgan ekan, ana ko'rsataman. Varatani o'rniga g'ishli qo'yib qo'yishibdi. Hozir ko'ramiz. Qiziq bo'lsa kerak.
Varatar tushunishim bo'yicha. Vyetnamda sut qatiq sotilgan magazin bor. Hammaga taniqli mana Vinamilk degan brend hamma joyda bor. Kачествоsi juda zo'r. Kачествоsi hamma ichida yogurtlari bor, sifatli mahsulot ishlab chiqarishadi. Menga dizayni ham juda ham yoqib qoldi-da. Sumkalari bor ekan. Sumkasini Qo'yda boshqa shaharlarda qarab ko'rdim, sumkasi yo'q ekan. Endi hozir bulardan so'rab ko'raman, agar sumkasi bo'lsa, bittasini sotib olaman. Menga juda ham yoqdi buni dizayni va ranglari. Vinamilk ichida har xil assortimentlari bor. Menga juda ham yoqqani bu yogurtlari. Har xil kuzgi yogurtlari bor. Yogurtdan tashqari albatta sutlari bor. Probiotiklar. Turli xil probiotiklari bor. Hammasi foydali va juda ham shirin bu hammasi. Ichida shakarligi bor, shakarsizlari bor. Mana misol uchun yogurt, plain yogurt shakarsiz. Bundan tashqari har xil marojnlari bor. Mana hozir men marojna olib ko'raman. Tiramisuli marojnaligi bor. Kokosli marojnalari bor. Kokonat. И durianligi bor. Durianligini olib ko'ramiz. Mana sirligi bor ekan ichida ba'zi. Mango. Mana durianligi bor ekan, katta. Kichkinarog'ini hozir olib ko'raman. Turli xil bolligi, qo'llan ovqati bor, kashalari. Juda ham bir chiroyli, hammasi upakovka qilingan, sifati yaxshi молочный produktlar.
turli xil morojniylari bor mana. Judayam bir hammasini yegim kelyapti. Lekin o'zim ham morojniy yemayman. Hozir durianli morojniy oldim. Menga mana bittasini topib berdi. Hozir hammasini yeb ko'ramiz. Katta rahmat sotuvchamizga. Juda yaxshi qiz ekan. Mana magazinda menga podarka qilishdi. Rosta kirib so'rab sotib olmoqchi edim. Sotuvchisi juda ham yaxshi qiz ekan. Bir olib chiqib menga podarka berdi. Tak, mana suvni bo'yiga keldim. Magazinning yonida chiroygina park bor ekan. Shu yerda mana o'tirib hozir Vinamilkka sutlarni ichib ko'ramiz. Birinchi menga tavsiya qilgan narsasi. Bunaqasini ichib ko'rmaganman. Bu yozilishicha probiotic drinkable whole milk yogurt. Probiotikli yogurt ichiladigan. Yaxshi. Shakar bor. Suv yo'q. Bunaqa quyuq emas. Oddiy, unaqa sverxestvenniy narsa emas, lekin juda ham sifatli. Bu yogurtning narxi 19.000 dong. Bizning puliga bu 9.000 so'm bo'ladi. 200 ml. Вот. Endi bundan keyin mana bu yogurt yeb ko'ramiz. Mana blueberry chernikali. Buni narxi 8.000 dong, bizning puliga 4.000 so'm. Mana qo'shiqlari bilan bergan. Отдельно. Juda ham shirin. Bunaqa shirinli narsa yemayman, lekin ta'mi juda ham yaxshi. Xo'p, endi keyingi kandidatimiz bu kokosovый мороженое. Bu ham shirin bo'lishi kerak. Albatta men hammasini yemayman. Hozir buni tatib ko'ramiz. Durianligini olmoqchi edim. Bunaqa durianligi yo'q ekan, boshqacha durianligini berishdi. Вот. Bu ham yon bo'lmasa kerak. Вот mana shunaqa yopilgan. Ana ichida kokosovый strujkali. Kokosovый мороженое menga juda ham yoqdi. Yarımdan ko'pini yeb qo'ydim. Bilmasdan. O'shanga 5 baho. Mana keyingi kandidatimiz kofeli мороженое. Kofe. Yana qanaqadir yagodkasi bor. Hozir yeb ko'ramiz. Buni endi mana ichiga qo'shiladigan kofesi bor, uni qo'shmasam kerak har xil yong'oqlarini. Ichini ko'ramiz qanaqa ekan. Hozir mana shunaqa ko'rinar ekan. Ichida juda ham kofeni hidi kelib turibdi. Как будто latte. Yong'oqni qo'shmayman. Qandoqsa to'kiladi. Хорошо. Chiroyli qilishibdi. Yeb ko'rdim. Menga unchalik yoqmadi-yu, lekin bitta tomoni yaxshi, unaqa shirin emas ekan. O'sha kofeli, sal anaqa kislisi bor. Kislisi mana shu yagodasi bo'lsa kerak edi. Yagoda mana granola choco crunch cold brew yogurt. Yozilmagan qanaqaligi. O'shanga bilolmadim. Yaxshi tomoni shirin emas. Yomon tomoni bu eng qimmati.
28,000 don. Hozir aytaman bizani pulga 14,000 so'm bo'lyapti-da. Lekin необычный вкус. Endi eng asosiysiga keldi, mana durianli мороженое. Mana shuni anchadan beri yeb ko'rmoqchi edim. Hech qayerda topa olmaganim. Haqiqatan ham durianni hidi kelyapti. Durianni ta'mi kelyapti. Shokoladi bo'lmasa haqiqatan durian derdim. Yaxshi. Haqiqatan durianni ta'mini eslatar ekan. Oxirgisi buni narxi 9,000 so'm so'mladi. 4,5 bor. 4,5 so'mlik мороженое. Juda ham yaxshi. Hammasini tatib ko'rdim. Men sizlarga rekomendatsiya beraman. Albatta Vyetnamda bo'lsanglar Vinamilk produksiyalarini yeb ko'ringlar. Haqiqatan ham sifatli va shirin mahsulotlar chiqarishadi. Foydali yana ustiga. Bunaqa Vinamilkka o'xshagan kompaniyani faqat Belarusda ko'rganman. Belarusda ular ham молочный produksiyalari ham juda zo'r. U haqda отдельно video yozish kerak. Lekin bunaqa sifatdagi mahsulotlar hamma joyda ham yo'q. Faqat Belarusda ko'rganman va bu yerda. O'shanga Belarusda bo'lsanglar yoki bu yerda bo'lsanglar, обязательно молочный produktlariga e'tibor berib qarab yeb ko'ringlar. Yana eng asosiysi mana shu sumkasini juda menga dizayni yoqib qoldi-da. Mana shu sumkasini o'zi sotib olmoqchi edim. Hue shaharida undan oldin hamma joyga kirib so'radim, hech qayerda yo'q. Bitta joyda bor ekan, ular ham 500,000 donga narsa olsang, o'shanda padarga qilamiz deb aytishdi. Bu yerga kirib prosta so'rasam, yugurib kirib olib chiqib, men senga sovg'a deb berib yubordi. Bu sumka brend, bu sumka kompaniyani bo'lsa hamchi, ani oddiy latta putaladan tikib tashamagandi. Yaxshilab kачественно qilib tikkan mana ichlarida. Qanaqalari bor, zamoqlari bor, yaxshi zamoqlar mana butunlay yopiladigan zamoqlari. Ichida sholdari ham yaxshi tikilgan. Ancha uzoqga yetadigan sumkada tutganda. Odam meni chaqiryapti nimagadir, bilmayman nimagaligini. Haqi. Hello? What's this? Sorry. Shop? No. Where from? Uzbekistan. Pakistan. Liso. Where? Liso. Die. Oh, sorry. Okay. Universitetli bolalar chiqyapti. Hanoyning eski shahari. Old Quarter deyiladi. Mana bu yerda hamma eski o'sha ko'pincha fransuz
Kolonizatsiya qurilgan zdaniyada. В основном turistik joy bu yerda. Hozir завтрак yegani keldim men. Mayliga ovqatlar bor ekan. Qani ko'ramiz hozir. Lekin topolmayapman. Buyam har xil narsa ko'p bo'lgan ekan. Kattaligini topolmayapman. Qarab ko'ramiz. Hello, good morning. Hello, good morning. Jinnilarga o'xshab burchada o'tiramiz. Mana bu dvorец искусств bo'lsa kerak edi. O'shanga rasmlarni ko'rgazmasini qo'yishgan. Chiroyli mana gullar, barglarning o'rtasida. Mana shu eski daraxt. Daraxt o'zi ham bir yashagan bo'lsa kerak. Mana shu kofe shopga kelyotdim, ishlaganim. Tepasida ikkinchi etajda terrasa joylar bor ekan. Endi hozir o'tirmasam kerak u yerda. Yonida shu ko'rpa shoplar
ham bor ekan. Mana Olday kofe. Kстати, masjidda ham maqtashdi. Yaxshidir. Ishlashga. Notebook bilan o'tirishga. Hozir kirib qarab ko'ramiz. Hanoyda mana shunaqa joylar ko'p juda ham. Nhưng mà em Tor. cái vụ mà cứ 9 giờ sáng ngồi họp. Lekin chiroyli. Hammasini hamma ko'chalarga kirib chiqish o'ziga yarasha mazza qilasizlar. Menga shunisi yoqdiki, juda ham tor ko'chalarda juda ham bekitilgan hidden gem deyiladi inglizchasiga. Bekitilgan brilliantlar bor, o'shalarni kirib topib kartada ham yo'q, даже ko'pchiligini Google kartadan topa olmaysizlar. Kirganda mana shunaqa ko'chalarni aylanib topasizlar. Aylanishga arziydigan ko'chalari ko'p.